Mana hozir bitta bolgarkaga disk uchun 20 km uzoqlikka ketyapmiz do'konga. Juda chiroyli joylar. Hayit kuni u mana shu yerda o'tirgan edi. Ya bunisi emas ekan, keyingisi degan. Xuddi bir xilda o'xshash joy. Bunisi emas, keyingisida. Xullas diskka ketyapmiz hozir. Do'konlar ham qurilish do'konlari uncha ko'p emas bu yerda. Qancha uzoq joylarda joylashgan. Mana bu yerda o'tirganmiz ekan. O'tamas. Toshlar tekis. Mana endi 20 euro pul berdi bitta disk uchun. Qancha ekan bilmadim u. O'zimizda ham shunaqangi ilova bormi yo'qmi bilmadim, lekin bu yerda pul kerak desangiz, WhatsAppdan screenshot tashlab beradi. Tissak degan do'konlar bor. O'sha do'konlar shunday borib, o'sha screenshot ko'rsatsangiz, sразу pulingizni yechib beradi. Velosipedda sayohat qilyapman. Volkswagen mashinasi o'ta ko'p deydi. Yaxshi mashina ham juda ko'p oladi ekan bu Volkswagen mashinasi. Lolalar ochilyapti. Bu yerdan to'g'ri o'tib ketsangiz, Splitskaga borasiz. Tepaga chiqib ketsangiz, bu taraf Postra taraf. Kvadratsenkellar ham o'ta ko'payib ketdi. Hozir sayohatchilar o'ta ko'p kelyapti. Hammasi shunaqa kvadratsenkellarni olib chiqib ketadi. Tog'lar ustiga chiqib ketyapti. Mashinadan ko'ra shunaqa kvadratsenkellar udobniy ekan sayohatchilarga. Yo'llarni qarang, mazaligan. Volkswagen. Boshlarni ham kecha sal yuvib qo'ydik. Bu yerda mashinaga uncha e'tibor bermas ekan tozaligiga. Ishchilar. O'sha birinchi kelganimizda o'sha ish mashinalari haqiqatan juda tozalanmagan, ichlar musor bo'lib yurardi. Nimaga buni tozalamay, qanaqa qilib yurganini o'zimizga qanday erishib yurgan edi. Mana 3 oy bo'lgandan keyin o'zimizga moslashib qoldik. Mashinaga hamma narsani yuklaymiz. Instrumentlar, arqa to'g'ri instrumentga. O'sha hisobiga ish joyimizda biroz chang bo'ladi. Yuvmay qo'yasiz ekan. Kecha juda yomon bo'lib ketgan ekan, sal yuvib tozalab qo'ydik. Keyin mo'ykalar ham yo'q bo'ldi. O'sha zapravka, benzin zapravkalarning yonida ishlang chiqarib qo'ygan, napor yaxshi. O'sha ishlangni o'zida napor bilan urib sal yuvib ketaveradi. Unaqa mo'ysamlar yo'q bo'ldi.
Ostraga kirib keldik. Kichkina joy Ostra. Stadion yondoshib keldik. Hozir yana shu yerga boramiz. Shu yerda do'kon bor. Bu yerdan chapga. Shu moshina ham kekilishga kelyapti, postraga. Mana bu yerlar mandarin bog'. Bu yerda bordyur qo'ygan edik biz. Hali yana bitgan yo'q, hali yana kelsak kerak. Fugalar qolgan, yana bir 5-6 metr joyda bordyur qo'yilgan joy bor. Bolalar maza o'ynayapti. Futbol akademiyasi bor bu yerda. Shu yerda bolalar